Transformatorlar haqida endi ikkinchi darsimiz. Aytganimdek, impulsli va переменный tok transformatorlari, o'zgaruvchan tok transformatorlarini xarakteristikasi bo'yicha men qaraylik. IP input, ya'ni kiruvchi 220 kiradi, 50 Hz, output 12 voltdan para. Ya'ni mana 220 mana kirsa qizil bilan mana undan 12 volt chiqadi. Ya'ni mana o'rta bo'ladi. Mana ikkalasi 12 volt. Bu bilan bu 12 volt. Xuddi shunaqada ishlaydi. Buni endi ulab ishlatib ko'ramiz. Ulash uchun bizga kerak bo'ladi. Usachka bilan ochib olamiz. Ochdik. Ikkinchi provodni ham ochamiz. ...220 tarafga ulab olamiz. Uladik. Izolentamiz bor edi, bizning izolenta. Ulab oldik. Endi bu yog'iga tayyorgarlik. Tekshirishimiz uchun simni ochib olamiz. Uchinchi sim. Bo'ldi. 220 ga ulashdan oldin tester ham tayyorlaymiz. 220 uladik. Testerimizni ko'rinadigan qilamiz. Xo'p, bizda mana sariq общий bo'ladi. Qorani tekshiramiz. Yo'q. Ikkinchi qorani tekshiramiz. Yo'q. Tester tekshiramiz. Shublar ishlayaptimi? Ishlayapti. Yana tekshiramiz. Yo'q. Yana tekshiramiz. Yo'q. Demak, mana shu transformatorimiz kuygan. Bu transformator kuygan, mana shu joyda предохранитель bo'ladi. Предохранитель uzilgan bo'ladi. O'shani almashtirsa, xudo xohlasa bu ishlaydi. Hozir endi transformatorni o'zgartiramiz boshqasiga. Endi ishlamasa, sразу uni ham ko'rib ketdik. Qo'ydik. Mana bu transformatorimiz.
Ikkinchi transformatorimizga ham 220 ni ulaymiz. Tekshiramiz. Uzdik. Qo'ydik. 808 volt chiqaryapti. Ya'ni bu transformatorimiz 220 volt kiradi. 9 voltli transformator ekan bunisi, 9 voltli. 9 voltli kuchlanish ishlatiladigan joylar bor. Bunaqa joylar ko'p. O'sha joyga ishlatilar ekan. Mana bu yerga marker bilan yozib qo'ysak bo'ladi. 9 volt. Endigi etap mana bu transformator. Texnika bezopasliigi muhim. Har doim izolenta o'raylar. Buni ham tokka tiqamiz. Tekshirishni boshlaymiz. (16 voltli transformator ekan bu. 220 kiradi. 16 volt chiqarib beradi. Stabilniy. On 16 voltli transformatorimizni biz 12 voltga qo'ysak bo'ladi, chunki bu diodli mostdan o'tgandan keyin 4 ta diod kamida 3 volt bizada поглощение bo'ladi. Ya'ni 3 voltimiz pastga tushadi. Ya'ni shu 12, 13 bo'lib qoladi bunimiz. Hop, keyingi etap mana shu transformator. Bu bizada 24 voltda yozib qo'yishibdi. Buni первичка, вторичкасini topishimiz kerak. Topishimiz uchun, ya'ni agar biz xatolab qo'yadigan bo'lsak, bu juda ham xavfli. Topishimiz uchun ohmga qo'yamiz, tekshiramiz. Bu 7 ohm ko'rsatyapti. Ikkinchi cho'lg'am 134 ohm ko'rsatyapti. 134 ohm ko'rsatilganda bu 220 volt ulaydigan taraf bo'ladi. 220 ulaydigan taraf bo'ladi. 220 ulaydigan tarafga ulaymiz. Hozirda biz slabga kontakt qilyapmiz, no tekshirish uchun. Чтобы ajratish, ulashlar oson bo'lishi uchun. Yaxshilab ulash kerak. İkinci etap. Endi yana tekshiramiz. 220 tiqdik. Buni напряжениеga qo'yamiz. Shu 6 volt ko'rsatyapti transformatorimiz. 25 ko'rsatishning sababi bizda 220 emas, 230 volt bo'lgani uchun bu shunaqa ko'rsatishni boshladi. 26 ga chiqdi. 220 dan baland, bu yog'i ham baland bo'ladi.
Shunaqa qilib bugun sizlar bilan ko'rib chiqdik transformatorni ulash, первичка, вторичкani topish. Первичка va вторичкani topishda qaranglar, 220 urilgan tarafimizda har doim chulg'am ko'p o'raladi. Ko'p o'ralgan hisobiga uzun ochlik oshadi, el oshgan hisobiga qarshilik oshadi. 135 ohmda, bu yerda nechi? 107 ohm. Вторичканiki bizda aytganimdek simi kalta bo'ladi va qalin bo'lgani hisobiga unda qarshilik kamroq bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Hammaga paka-paka, sog' bo'linglar.